Bugun do'stim siz uchun juda ham muhim bo'lgan mavzu haqida gaplashamiz. Ko'pchilik ichida bitta qiynaydigan savol bor-da, do'stlar. Qanday qilib rostdan ham tajribali, xalqaro ko'pchilik tan oladigan yaxshi shifokor bo'lish mumkin? Bu do'stlar sessiyadan oson o'tish yoki bo'lmasa institutni bitirib qizil diplom olish haqida gap ketmayapti, do'stlar. Gap rostdan ham kuchli, tajribali va klinik fikrlay oladigan zo'r shifokor bo'lish haqida ketyapti. Do'stlar, fahmlagan bo'lsangiz kerak, bu albatta tasodifan bo'lib qolmaydi. Bugungi kundagi tibbiyot talablari ichidagi eng katta muammolardan bittasi ko'pchilik o'qiydi, yodlaydi, yaxshi o'rganadi, lekin integrallashgan, tizimli o'rganishmaydi. Bu nimaga olib keladi, do'stlar? Mavzuni o'zlashtiriladi, imtihondan o'tiladi, yaxshi baho olinadi hattoki, lekin sekin-asta bilimlar esdan chiqishni boshlaydi. Hattoki 5-6 kurs kelganda o'qigan bilimlarini klinika bilan bog'lay olmagandan so'ng orqaga qaraydi, o'ziga bo'lgan ishonchi tushib ketadi. Ya'ni hamma narsa esdan chiqib ketgandek, o'qiyotgan narsasini klinikada hayotda qo'llay olmayotgandek o'zini his qiladi. Yaxshi shifokor bo'lishga o'zida ishonch tushib ketadi. Rostini ayting do'stim, sizda ham xuddi shunaqa sezgi, xuddi shunaqa o'zingizni his qilish bo'lganmi hech? Yuqoridagi muammolarning yechimini ko'pchilik erta shogirdga tushish orqali yo'qotmoqchi bo'ladi. Ya'ni vohliroq shogirdlikka tushsam, uni har bitta qilayotgan ishini ko'rib borsam va uni qilayotgan narsasini o'rganib olsam, men yaxshi shifokor bo'laman. O'shaning uchun ham hoziroq 2-kursdan yoki 1-kursdan shogirdlikka tushishim kerak deb o'ylaydi. Do'stlar, lekin bu juda ham katta xato. Sababi do'stlar, faqatgina amaliyot bilan, ya'ni nazariyatsiz, faqat amaliyot bilan siz yaxshi shifokor bo'la olmaysiz. Ishoning, sizda klinik fikrlash rivojlanishi uchun albatta tibbiy fundament bo'lishi shart. Endi siz anatomiyani, fiziologiyani va undagi ma'lumotlarni klinika bilan bog'lay olmasdan qanday qilib siz yaxshi klinik fikrlay oladigan shifokor bo'la olasiz? Tasavvur qiling, siz operatsiyaga kiryapsiz, ya'ni tomosha qilishga kiryapsiz. O'z-o'zidan 2-kurssiz qaysidir xirurgga shogirdlikka tushgansiz. U yerdagi har bitta organni, undagi ligamentlar, har bitta organning funksiyasi, agar u yurak qon tomiri operatsiyasi bo'ladigan bo'lsa, hattoki fiziologiyani ham zo'r bilishingiz kerak. Endi siz 2-kurssiz, nazariyangiz yaxshi emas. Ishoning, siz xuddi hunar o'rgangandek tibbiyotni o'rganasiz. Va hunar sifatida tibbiyotni o'rgangan odam hech qachon haligi tajribali, kuchli, klinik fikrlay oladigan shifokor bo'la olmaydi. Xullas do'stim, haqiqiy yaxshi shifokor bo'lish nazariyani kuchli tushunishdan va uni amaliyotga qo'llay olishdan boshlanadi. Sababi do'stim juda ham oddiy. Buni asosiy sababi birinchisi tizim yo'qligi, ikkinchisi do'stlar konkret muhitning yo'qligi va eng muhimi yo'l xaritasini, ya'ni oxirgi tunnel oxiridagi yorug'likni ko'rsatadigan yo'l xaritasini yo'qligi. Do'stlar, 1-kurs talabasi institutga kirganda katta maqsadlar, niyatlari bo'ladi, olov bo'lib yonadi-da, lekin vaqt o'tib, sekin-asta ritm o'zgaradi. Boshida o'qiydi, ertasi kuni qoldiradi, undan keyingi kun sekin ortga surishni boshlaydi va o'ziga bo'lgan ishonchi keyinchalik sekin-asta tushishni boshlaydi. O'zingiz eslayapsizmi? 1-kursdagi holatingiz, olov bo'lib yongan, katta maqsadlar bilan yorvoraman, zo'r shifokor bo'laman, xudo xolasa deb kelgan vaqtlaringizni eslang. Hozirgi holatingiz bilan bitta solishtiring. Men ham shu yerdan o'tganman, o'shaning uchun ham sizni juda ham yaxshi tushunib turibman hozir. Aslida-chi bilasizmi, muammochi dangasalik o'xshaydi-da. Ya'ni siz dangasa bo'lganingiz uchun shu narsani ortga suryapsiz, dangasalik bo'lganligi uchun shu narsani hozir qilgingiz kelmayapti. Lekin ishoning, bu narsani tagida, bu narsani asosiy sababchisi do'stlar, sizda konkret tizimni yo'qligi. Ana shu tizim yo'qligi sababli siz shu holatga kelib qolgansiz. USMLE Step 1 imtihoni sizni nafaqat imtihonga, balki klinik fikrlashga o'rgatadi. Ya'ni USMLE sizni tartibli o'qishga, sabab va oqibatni bog'lab o'rganishga, mustahkam tibbiy fundamentni qurishga va eng muhimi sizni klinik fikrlashga o'rgatadi. Shu sababli agarda siz Amerikada o'zingizni tibbiy karyerangizni davom ettirmoqchi bo'lsangiz, ya'ni Amerikada shifokor bo'lmoqchi bo'lsangiz ham yoki bo'lmasa O'zbekistonda qolib eng zo'r shifokor bo'lmoqchi bo'lsangiz ham do'stlar, USMLE siz uchun faqat va faqat foydali bo'ladi.
Agarda siz haqiqatdan yaxshi shifokor bo'lmoqchi bo'lsangiz, mana shu 3 ta narsadan boshlang. Ya'ni kuchli fundament qurishdan va intizomli tizim qurishdan va uchinchisi eng muhimi do'stlar, natijaga ishlaydigan muhitga qo'shilishdan. Do'stlar, erkin, ya'ni o'zi oddiy, o'zi self study bilan ham erishsa bo'ladimi natijaga? Albatta bo'ladi, lekin do'stlar buni ehtimoli juda ham kam, chunki ko'pchilik oxirigacha bormaydi. Sababi do'stlar, muhit yo'q, sababi nazorat yo'q va sababi ritm doimiy emas. Do'stlar, men mana shu hamma yo'lni nazariy emas, balki amaliy bosib o'tganman. USMLE Step 1, Step 2 OET imtihonlarini topshirib, SFMG sertifikatini qo'lga kiritganman va 20 ga yaqin o'quvchim do'stlar USMLE Step 1 dan pass bo'lgan. Ayrim o'quvchilarim hozir Amerikada rotatsiyada, ayrim o'quvchilar hattoki matchga topshirgan. Agarda siz do'stlar qanday qilib kuchli tibbiy fundamentni o'rganish mumkin bilmoqchi bo'lsangiz, aynan siz uchun bitta sinov darsi olib qo'yganmiz. Do'stlar, bu reklama emas. Bu qanday qilib tibbiy fundamentni mustahkam o'rganish mumkin. Qanday qilib murakkab narsalarni soddalashtirilib o'rganish mumkin. Agarda siz hozir ichingizda menga qanaqa o'rgatilinishi kerak o'zi, kuchli tibbiy bilim qanday olinadi deb o'ylayotgan bo'lsangiz, do'stlar, aynan siz uchun alohida sinov darsi olib qo'yganmiz. Bu do'stlar reklama emas. Bu qanday qilib o'zi tibbiy bilimlar o'rgatilinishi kerak. Qanaqa qilib murakkab narsalar sodda qilib tushuntirsa bo'ladi. Va eng muhimi qanaqa qilib high yield ma'lumotlarni, ya'ni konkret klinikada ko'rishingiz ehtimoli katta bo'lgan ma'lumotlarni ajratib olib, faqatgina o'sha narsalarga katta fokus qaratiladi. Aynan shuni bilib olishingiz uchun men o'sha sinov darsini ko'rishingizni tavsiya beraman. O'shaning uchun ham mana bu link orqali, ya'ni pastdagi siz uchun qoldirilgan link orqali o'tingda sinov darsini oxirigacha ko'ring.